Sizni ham morozelnigingizni eshigi ochilib qolayotgan bo'lsa, demak muzlardan tozalash vaqti keldi. Bu holat ko'proq eski xolodilniklarda kuzatiladi. Hozir bir arava negativ kelib, buni o'zimiz ham bilamiz demasligi uchun mavzudan biroz uzoqlashamiz. Yoshim 27 da, oilaliman va ayni paytda Rossiyada musofirchilikdamiz. Ishlagani kelganmiz. Yoshligimda onam har kuni kechqurun yotishdan avval hamma eshiklarni yopib, mushuv tegadigan narsalarni ustini bekitib, svetlarni o'chirib chiqardilar. Qaysidir svet yonib qolsa, kim chiqdi oxiri o'chirib yuringlar desalar, "Ey ona, shu bilan nima o'zgarib qoladi?" desam, "Ha bolama, ro'zg'or shuda, katta bo'lib oila mas'uliyatini anglasang, meni tushunib yetasan" derdilar. Hozir katta bo'ldim va onamga nega bu holatlar odat bo'lib qolganini tushunib yetyapman. Bekorga onasini ko'rib qizini ol deyishmagan ekan, lekin katta bo'lib oilamda har bitta odatimga onam bergan tarbiyalari, o'rnak bo'lganlari asqotyapti. Sizlarda ham bir umrlik onangizdan olgan saboqlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozinglar, birga dardlashamiz. Men bilan hayotiy voqealarni o'tkazib yubormaysizlar. Shirin suhbatlar uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolargacha Allohga omonatsizlar.